xabar qilinglar. Yo'lvas yo'qolgan naq maydon ahvolidan qaraganda boshqalar bizdan burun kelib majburiy asosda yo'lvasni tutib ketgan. Bu mening dastlabki taklilim. Nima asosingizmi bor? Birinchidan, naq maydonda oyoq izlari, o'rilgan ustallar bor. Uning ustiga tog'aning chigillari, shundaqla qunoq ulrim chechilib qopti. Bundan boshqa bir ustalning chetiga qon surkilib qolganini ko'rdik. Biror narsani yutib ketaganda surkalgan. Bu bir mayda ilishning bo'g'oliqini tushundirdi. Nayt qisqa bir mayda ilishish. Bu naq maydonning ahvoliga qarab, yo'lvasning hech qanday tayyorliksiz turg'undan foydalanib, uni tutib olib, tog'aga silib kelib qochgan deb hukm qilishga bo'ladi. Uning ustiga yana texnik bo'limining qonni tekshirgan xulosasidan qaraganda, bu yo'lvasning qinishganligi isbotlandi. Ikkinchidan, emgak bilan o'zgartish maydonining boshlig'i bizga yo'lvas turmudan qochib uzoq o'tmayla ikki g'arib odamning kelib biz uning tuqini yo'qlab kelgan deganligini aytib bergan. Gumonliq taraf shuki, birisi Xanzu 30 yoshda atrofida, yana birisi bo'yigiz sirtidan qaraganda pirotga o'xshaydi. U 30 yoshda atrofida. Uchinchidan, yo'lvasning opisi Zo'r Xachamning doktorxonada bizga deb berishicha, biz Qarjulg'in yesiq bo'lgan kuni oqshimi bir odam bizdan ilgari yo'lvasning uyiga borgan. U Xanzu o o'zini Zo'r Xachamga yo'lvasning eng yaqin og'ayisi bo'laman deb Zo'r Xachamdan yo'lvasning nada ishkanligini surishtirgan. Demak, yuqorqilardan qaraganda yo'lvas bir to'p kishilar tarafidan tutilib ketgan aniq. Meningcha, Hasanjonning tahlilida ma'lum asos bor. Lekin hammamizga ma'lum, yo'lvas intayin hiligan. Naq maydonni u qasddan paydo qildimi qandaq? Unday emas. Texnik bo'limining bekitishi va qalaymaqan oyoq izlik ustilik taklifimiz qaraganda yo'lvasning qo'ldan bunday ish kelmaydi. Bunday qilish mo'jizatsiz. Yolg'on naq maydonga vaqt isrof qilgicha texmi yiroq joylarga qochib ketib, o'zini daldiga olmamdi. Biz sinib ichidagi oyoq iziga diqqat qildik. Yo'lvasni tutib ketishga 4 odam qatnashgan. So'zingizni davomlashtiring. Ularning ichida patin kiygan bir kishi bor. U qo'mondonlik qilgan. Uning izidan qaraganda boshdan oxir ishikda yo'l ko'rsatib turganligini faraz qilib bo'ladi. Yana ikkisi tan tarbiya oyoq kiyib olgan o'ttir bo'yli kishilar. Alayligi ancha ro'shan emas. Biroq shuning diqqat qilinglar. Oxirgi birisining bo'yi 1.95 m keladigan baslik odam bo'lib, sinib sirtida iz qoldirgan. Avvaldan qaraganda ushdan ketkizitilgan yo'lvasni osh kuchi yutib mangan. U kuchlik bo'lib, yo'lvasni yutib manganda qadamni cho'ng olgan. Bu uning oyoq izining surati. Qani ko'rib boqinglar. Bu suratni men ko'rgan. Meningcha, keyingi razvid qilish yo'nalishimiz anzi sodir qiluvchining ro'shan aloyligi asosan narsa orqali odamni kepish bo'lishi kerak. Lekin men nurg'un joyga bordim. Material bo'limidagi oyoq iziga doir barliq materiallarni ko'rib chiqdim. Buning zodi qandoq oyoq izi ekanligini bekitolmadim. Oyoq sotadigan joylarga bordim. Ular bundoq oyoq setib baxmabdi va ko'rib baxmabdi. Mening tahlil qilishimcha, bu o'zi tikkan oyoq. Uning ustiga chamning siziqlaridan qaraganda mashinaning koni balondan qilingan. Bu baslik odamning puti cho'ng bo'g'ashqa bozorda uningga kagidak oyoq tepilmagan. Shuning bilan oyog'ini o'zi tikkan bo'lishi mumkin. Siz qanday qaraysiz? Birdan bir kun jo'jani bilan Balkim shunda. yaxshi arziy ekan. Bu
hergiz oyoq iz emas. Boshqacha qilib aytganda, eliq baslik odam putiga hergiz oyoq kiymagan. Ondaqda rasmda ayağınız olamsın. Qani bu ikki so'zlar bor. Şavan o'stirib qo'ygan moddiy narsa orqali odam tepish usulini bizning anzi fosh qilishdagi bir vositamiz qilish bo'ladi. Biroq meningcha uning hukmiga bir oz qo'shimcha qilay. Ondaqda bu oyoq iz bo'lmay sizcha nimadir? Şavan, siz yaxshiroq qarab boqing. Oyoqning cho'rsin tikilgan ip izi uchiq emas. U yerlik kishilar o'zlari to'qigan bir xil mato o'xshaydi. Sizcha bu oyoq Men mushiya tug'ilib o'sgan. Shunga men bu yer kishilarning turmush urf-odatlarini nihoyat yaxshi bilaman. Qarang, buning putning hamsimiz, ham cho'ngligi, Pamir tog'laridagi dehqonchilik, shundaqla chorvachilik bilan shug'ullanayotgan kishilarning alayda put shakliga o'xshaydi. Ular davomli qo'y terisidan pishiqlab ishlangan cho'riq kiyib oladi. U yo'lvosni jutib manganda kalampay cho'riqni silib etib, putiga mata o'rab harakatlangan. Bunda qilganda ambiyangil shundaqla ovoz chiqmaydi. Bu xil matoning izi qarmoqqa bir xil, siziqlari alayda oyoq iziga o'xshaydi. Sanjanning tahlilida alim asos vojib Hasanjondek oyoq izi mutaxassisi, soqchi institutiga berib darsiz bog'dak. Qanday qilsandek? Hasanjonning farzi qo'shilma. Yo'ldoshlar, diqqat qilaylik. Bay yo'ldoshlar, razvod qilish yo'linish to'g'risidagi masalalarni o'tirib qo'ydi. Men sizlarni bir qism yangi materiallar bilan ta'minlash loyiq topdim. Buning xizmatinglarda yardım bo'lib qolar. Qanday? Buni tamojniki yo'ldoshlar tunugun bir qancha chet ellikning ko'tirib kelgan nasr ishidan tekshirib olib qolgan. Men buni tashqi ishlar bo'limidagi yo'ldoshlarga tarjim qildirib ko'rib baqdim. Buningda ba'zi surat va yoziqlar orqali allaburun xulos chiqarilib bo'lgan tarixiy masalalar va zimin masalalarida haq-nahaq aralashtirilgan, burmalangan. Bu vatanning birligini paylaşlaydigan aksiyatchil tashviqot. Hozir davlat ichi va sirtida yomon niyatli ba'zi odamlar borki, ular bu yerning bundaq favqulodda jo'grafiyalik muhitidan foydalanib, asabiylik bilan adab bo'lgunchilik qilishdek aksiyatchil suiqasd bilan shug'ullanyotdi. Yaqinda chigirdan kirgan ikki chet ellik g'oyib bo'ldi. Emgak bilan o'zgarish tarmoqlari jazo muddati to'shib qo'yib etmoqchi bo'lgan bir jinoyatchi qochib ketdi. Shundaqla noma'lum kishilar tomonidan tutib ketildi. Bu ahvollarga yaktigan turgan holda qarsak bo'lmaydi. To'g'ri liniyalik aloqa qilish usulini kuchaytirib, razvod qilish qismi tonglar bilan birlashtiringlar. Ondan qat'iy davomlashtirsanglar, jazman oshkor yo'lashlar. mehmon keldi. Ha, bildim. Sizlar kelibsizlar. Sizlarni qizg'in qarshi. Salim efendim, yaxshimisiz? Ha, sizlarni ko'rganimga xushalman. Qani, marhamat. Ekrola. Ha, Johnny Corsari efendim, merhamet. Efendim, merhamet.
Qani efendim, oturun. Qani efendim, merhamet. Ha efendim, özünüzge merhamet. Hop. Ben tünügünle sizin xabaringizni topshirib aldım. Bu hamkorlashish imkoniyatiga erishganligimizdan derak beradi. Rostini aytganda, bu hamkorlikning har ikki tarafga beradigan foydasini tuvan o'lchalgani bo'lmaydi. Belkim gepiniz to'g'rida, Johnny Corsari efendim. Mening qarashimcha, bu hamkorlikning muvaffaqiyatli bo'lishini to'liq arzu qilaman. Biroq men o'zim ne bilish kamroq. Gapning ochiqini aytaveray. Men siyosiy ishlarga qiziqmaydigan odam. Shuni aniq tunib bilishimiz kerakki, bu odatdagi sud ishlarga o'xshamaydi. Boshqa chiqib aytganda, Cho'ngtog'ning u tarafidagi bir turkum molni insi jinga tuydirmay belgilangan joyga yo'tkib olsak, u chog'da har ikki tarafga zo'r naf tegadi. Lekin buning singdirgan ajrim uchun Selim efendi, meningcha siz saxovatli odam. Shundaqdimi Selim efendining mushundaq bir yaxshi fursatni rad qilmaydiganligi bizga aniq. Siz Cho'ngtog'ning u tarafiga odam o'vatdingiz. Hatto molni topadigan ochqushnimi qo'lga tushadingiz. ha? Meningcha siz qilgan ajringizni bekorga ketkizmaysiz-ku deyman. Men azaldan siz ve sizning sherikitingizning inchki kuzatish iqtidoringlarga qoyil. Lekin sizlar tog'ning u tarafidagi ahvollarni tushunmaysizlar. Men yashinib qoldim. U chaqlardagiga o'xshamayman. Qayraganda xavf-xatarni o'z zimmamga ilishni xalamayman. Aziz mehmonningmi ziyon tortadigan sodini qilmaydiganligiga ishonaman. Selim efendi, siz ko'p ham qilmang. Men sizning qo'l ostingizdagilarning harakat rasxoti uchun ketgan xarajatning bir qismini berib turay. Biroq siz tafsili, ishonchlik va unumli bir planni tezroq topshirishingiz lozim. Albatta bu Yovat laqamli haliq kishining materialini o'z ichiga oladi. Qanday? Yana qanday qiyinchiliklar bor?
Undaqda siz üstünüzge aladigan hareket rasqodi. Siz işenme atamsız. Aldı bilen berip turduğunumuz muşinçilik. Qağını burunqidek bolayıverdi. Bunun yolu qandaq boludu? Ötü biz sizning namingizdan Yasiya bankasiga amanet qo'yamiz. Boludu. İmza qo'ying. Selim efendi. Men sizning aqlli kishi ekanligingizni bilaman. Men bu ishni bildigan kishilarning ko'payib ketib, kallamdan ayrilib qolishni xohlamayman. Men sizni asli tutush qobiliyati kuchli odam deb anglagan. Boya dedim-ku, men siyosiy ishlarga qiziqmayman. Acaba gün oldu o. Hey, su iç. Be, nail. Berat çekmeyli mi? Çekeyli.
Hey, öldürüp koydum değil mi? Ha? Çak tuttu. Qaysan keldan bo'lsa qonun yetman. Emin, chiqa. Yana bir qadam bosgan bo'lsam, suqashdan qatılımni tekshirtiman. Undaqda hammamiz tugishamiz. Emin, chiqa. Başlayaq. Qanday qilamiz? Bo'ldi, tegmanglar. Yo'lbars, sen bir nocha, buni bilaman. Nemanchi qilasan? Bizmi seni qutqizayli da'vatimiz. Bosh kun tushganda asqatgan do'st, yaxshi do'st degan gap bor. To'xtab qo'y. Yaxshi qo'saq qo'ymas. Yaxshi juda qilmas. Sallami mushlab deb tog'a solashdim. Buni qandoq do'stligini olsin? Sizdan tonimayman. Men qo'yib, unda qandoq ish bo'lsa, men tashkil qildim. Ochig'ini aytsam, Yo'lbars, seni qo'yversakmi bu yerdan ketolmaysan. Shunqarmi shamolga yiqib ushidi. Sen aqlliroq o'g'in, ha? Ha? Undaqda men senlarga rahmat desam bo'g'dakda. Do'st bo'lsam rost gap qil. Senlar zodi nima odam? Meni qayerga gapirsan? Meni qo'yib etish. Agar qo'yib etmaydigan bo'lsam, meni qo'yib etish. Hayvallah. Yaxshi. Hamdi sen. Manyak. Adamzada. Sen olma. Kim olma? Onu ötürse edemsen. Yo'lbars, xafanma, ha? Bir yerim og'rimaganda xafanma, bak. Samiyat bak. Bunu yaxshiroq yarashmaydigan, hı? Oyunun gitti. Mağayla!
Men Hasanjanni ziyorat qilaman deb bu yerga kelganimmo xeyli bo'lib qoldi. Bugunga qadar uning qahramonligini ifodalaydigan tipik materialga erishaolmadim. Ahvoldan qaraganda men bek oddiy o'ylabdim. Men romanlarda ko'rib cho'qingan qahramon obrazlar qaddi qomatli, chivar, ziyrakdi. Lekin u men tasavvur qilgandek emas ekan. Agar u soqchi kiyimini kiymay, dehqonning kiyimini kiydigan bo'lsa, va ayni puhroning o'zi odatdagideklar hech qanday qahramonlik alomatlarini tasavvur qilib bo'lmaydi. Wang Junning qiyofati qarmoqqa bir qahramonga o'xshaydi. U salobatli, yosh ham qobiliyatli. Shundaqla qaddi qomatli. Lekin u kinolardagi sabiy bolalarga bek o'xshaydi. U so'zlasa, xuddi Shekspir dramalaridagi sahna tilini yotlab olgandek og'zi besilmay so'zlaydi. Lekin u bek shumran, salmoq, tamkin emas. Arslan bo'lsa, kamsiz, uning bilan so'zlashmak bekmi qiyin. Agar u Wang Junning har kuni qiladigan gapining yarmini qila olgan bo'lsa, bekmi yaxshi bo'ladi. Yo'lbosning anzisi hozir murakkab bosqichga kelib qoldi. Bir necha kun bo'ldi, hech bir ilgirlash yo'q. Ko'pchilik tit bo'lib ketib bordi. Razvedka xizmatining bunday qiyin, jafoliq, murakkab ekanligini faqat o'ylab boqmoqdi ekan. Yo kecha, yo kunduzi, yo hit bayram dam ilishlar yo'q. Hasanjanning bolasi telefonda dadam eski deganlari to'g'ri ekan. Chunki uning oilasiga ko'ngil bildigan vaqti yo'q, bolasini o'yintirgan fursatlarda. Menmo hozir ulardan kelishmaydigan bo'lib qoldim. Bu qitim qiz ziyoratim oxirlashganda tangsxonlarga berishga jur'at qilolmaydigan o'xshayman. Chunki men tog' davollarni kezishni o'rganib, tangsini unutib qoldim-da. Aslida men bir necha qitim bundaq marafonchi ziyoratni tugatib, tezxonaga qaytib berib, ayol razvedchik bo'lishga harakat qilib boqay deb o'ylagandim. Biroq endi xom xiyollarim ishga oshmay, ta'lim undan kelib qoldi. Rostini aytsam, bu jafoga chidamag'dayman. Körnege kızım akan yeşilni can ana can ana
Açkandan buyan men dünyaya göz men için hamman dikildi mihri akardı başım derdimni tatır doldu korukka nurane çihrin Yolvaz, yolvaz. Sen zadı kayada. Ha, oldu. Var mı Allah? Nime degan? Canım sizden. Qo'yay. Hadi. Ha, tegin ayakta. Ha, bağla. Bağla. Evet. Güzel. Shu derme. Ha, tegin ayakta. Ha, tegin ayakta. Ha, tegin ayakta bağla. Bağla. Voycan. Nima degan issiq. Şuraya bana. Tatlı. Ha, ekranlar. Ha, ben götüreyim. Buraya gel kırılma. İşin var. İşte. Tamam işte. Gözünü aç. Hey! Gözünü aç. Şuraya çık dedi. Neydi?
Aka, qo'llarini yuvasla. Qarsla qo'llarini. Aka, qo'llarini yuvasla. Aka, nemi yegillar bo'lsa, tatinmay davasli. Singlim, Aka, ko'ngillar nemini tassa,
татынмай дәвәслә. Сіңлім, тоқтап тұрым. Бірақ сыртқа һәргіз чықмысла. Сыртта боран чапқын ба, диққат қысла.